Ömrüm deb boshlanayotgan serialda o'sha hamma bilib oldi. Yeraltı haqida gaplashamiz. Yeraltı so'zini ko'pchilik faqat bir xil tarjima bilan qabul qilishayotgan ekan. Bu qanaqa? Yerni tagi, yerni osti. Lekin aslida bu nima uchun serialga bu nom berilgan? Nima sababdan yeraltı so'zi umuman boshqa ma'no beryapti serialda? Yeraltı o'zi qonunga xilof qilinadigan ishlar, mafiyachilar va yana nima deydi, uyushtiruvchi, ya'ni mana shu narkotik, narkomaniyalar bilan shug'ullanadiganlarning hammasi bu yeraltı insonlari hisoblanadi. Ya'ni qanaqa qorong'u insonlar hisoblanadi. Tushuntira oldimmi? O'sha narsa uchun bu serialga shu narsa qo'yilgan. E'tibor berayotgan bo'lsanglar, serialda ham faqat mafiyabozlik, o'sha narsalar yeraltı, ya'ni bu yer ustida faqat xalq ko'radigan narsa emasda, bu yerni tagida ham hayot borligini va qorong'ulikda ham hayot va qorong'ulikda yashay oladigan insonlarni ko'rsatib beryapti. Bu faqatgina kino seriallarda emas, bu adabiyotda ham bor, ya'ni ilmiy jihatdan ham olib boriladi. Ya'ni masalan, yeraltı edebiyoti degan narsa bor. Bu yerda nima ko'rib ketamiz? Sert, qaranliq, tabu konular. Mesela bu roman yeraltı edebiyoti o'rnidir. Yani so'zlar, masalan, jumlalar ham ko'p ishlatamiz. Faqatgina serial uchun ishlatib qo'ymaymiz. Qisqa va o'zat geçadigan bo'lsak, bu asosiy ma'nosi nima bizada? Bizada anlamı shuni beradiki, gizli, yashirin, yasa dışı, qonunga xilof ve ana akım olmayan, ya'ni qanaqa bo'ladi bu yerda? Bu hammamiz masalan hozir oddiy hayotda yashayotgan bo'lsa, ularning hayoti oddiy bo'lmaydi, ya'ni akımga bo'ysunmaydi. Tipa oqimga qarshi suzadiganlar bo'ladi deydi o'zbek tilida. Tipa shunaqa, ya'ni yer altida faqat bu narsa bo'ladi, qorong'ulikda bo'ladi yana. Video menimcha foydali bo'ldi arkadaşlar. Yeraltı dizisini seve seyretmenizi diliyorum. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Görüşürüz.